Qanday ahvolingizda ko'pchilik amdan turibsizlarmi? Sizlarga bugun shunaqmi katta bir yan tunishtiramiz. Ma Turpanning Uzunbuloq degan yerga kelib baqqan bo'g'idingizlar. Mishada hajabsilik katta bir yava, xuddi podsholarning o'rdisidaglar. Jiq turpanliqlar bilkatda biyan hozir. İsmini bir deb bir baqay shunaqa o'sma. Harambog'. Buchu bizinki Urumchilik Harambog' yemak-ichmak shirkatimizning Turpandagi tarmoq oshxonasi qarangizlar. Tamoqlarning kattaligi biyaning. U layman, kavoplar, rangi turlik sayla, xo'g'olurchi tig'i. Hozirgi yosh bola naytim imroq g'arbcha tamoqlar shunaqmi o'xshaydi. Oshxonning bezlishigimi harali qoldi ko'ygan adam. Kirganlar podshoning o'rdisiga kirdimi yoki bizning Harambog'mi bilolmay birdam tur qoldi. Mulozimlarmi shunaq katta, qizg'in. Ha, rost, biyaning tig'im katta bir yerlari bor. Harambog'ning o'g'zisi. Tüy desa tig'imamdan bildi turpanliqlar. Mana shu Harambog'ning tuyusiga chiqib baqsa, Turpanning yoz kunlaridagi huzur mishada maqimi. Kelingizlar mehmonlar, Turpanga ichilg'ili xeyli o'qaldi bu Harambog'. Tatinmay bir